Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 7-14 iyun kunlari uchun ob-havo ma'lumotlari bilan tanishing. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 7-8 iyunda Qoraqalpog'iston Respublikasida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 7-8 va 10-iyunda 15-20 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. 7-8 iyunda ba'zi joylarda 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja. Faqat 8 va 11-14 iyunda 17-22 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 28-33 darajadan 32-37 darajagacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 7 va 9-10 iyunda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja. Faqat 9-10 iyunda 30-35 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja. Faqat 9-10 iyunda 30-35 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 9-10 iyunda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 7-iyunda 33-38 daraja, 8-14 iyunda 35-40 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-iyunda 16-21 daraja, 8-10 iyunda 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja. Faqat 9-10 iyunda 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq vaqtida 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 7-iyunda 10-15 daraja, 8-14 iyunda 12-17 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 18-23 darajadan 23-28 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.